Qandli diabet sizda bormi? Aynan bu video siz uchun. Qand tushmayaptimi? Demak, biz boshladik. Siz har kuni dori ichib, qandni o'ndan pastga tushira olmayotgan bo'lsangiz va bundan charchagan bo'lsangiz, men Bobur Umurov, sizni diabet doktoringiz. Bugun men sizdan dorilaringizni barchasini xuddi mana shunday tashlashni so'rayman. Ha, aynan men shifokor sifatida agar sizni qandni dori ichib ham boshqara olmayotgan bo'lsangiz, demak sizga meni bundan ham ajoyib taklifim bor va videoni oxirigacha ko'rsangiz, kimlarga va kim uchun va qanday barchasini batafsil video davomida yoritib beraman. Menda sizga to'g'ri keladigan shunday tizim borki, organizmingiz dorisiz ishlashni boshlaydi. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. 30 kundan keyin glukometrdagi natijangiz sizni aniq shokka soladi. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Sizlar bilan sizni sog'lig'ingizni sizdan-da ko'proq o'ylaydigan Bobur doktor. Demak, biz boshladik. Videoni boshlashimizdan oldin esa hoziroq o'sha qo'lchani qizartirib, bizni qo'llab-quvvatlab qo'ying. Xojonim, xojotam, xoja akalarim, opa-singillarim, sizdan meni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun hech kim hech qanaqangi pul yechib olmaydi. Shunchaki bizni mehnatimizni qo'llab-quvvatlaysiz va bu videoni kutayotgan insonlarga tezroq yetib borishiga sizdan bir sababchi bo'lasiz. Men ishonaman, siz qizg'anchiq emassiz va hoziroq videoni hattoki boshqalarga ulashib ham qo'yasiz. Demak, sizni qandaydir savollaringiz bo'lsa, darrov ichingizni qizdiradigan gaplaringiz bo'lsa, hoziroq kommentda yozib qoldiring. Hozir o'zingizni ayni shu paytda qand nechi va siz qanday dorilar bilan tushirasiz? Agar siz dorilar bilan qandni tushira olayotgan bo'lsangiz, demak, sizda hammasi ancha yaxshiroq ekan. Agar dorilar ichib ham qandni tushira olmayotgan bo'lsangiz, demak, ekran qarshisiga yaqinroq keling. Bu video aynan siz uchun bo'lishi mumkin. Faqat oxirigacha diqqatli bo'lib eshiting. Kerakli joylarni albatta yozib olishni unutmang. Demak, biz boshladik. Dori bu faqatgina shunchaki plastir. U qandni shunchaki sun'iy tushiradi. Kimlargadir bu hammaga tegishli emas. Bu gaplarimni har birini yaxshilab mag'zini chaqishingizni xohlagan bo'lardim. Chunki har bitta narsa 100% da hammaga to'g'ri keladigan gap yo'q. Demak, biz sizga shunaqangi 30 kun ichida shunaqangi bir tayyor reja beramizki, bu hujayralaringizni aniq qayta tiklaydi, Xudo xohlasa. Demak, boshladik. Birinchi hafta nimadan boshlaymiz? Birinchi hafta bu tanangizni tozalash haftasi bo'ladi. Aynan jigarni yuklamalardan ozod qilishimiz shart. Bu uchun nima qilish kerak deydigan bo'lsangiz, ruchkangizni olib bir boshdan yozib oling. Birinchi o'rinda har qanday un mahsulotlaridan kechamiz. Aynan non, har qanaqa turdagi un mahsulotlaridan. Keling, sizga yana ham osonroq qilib beraman. Har qanaqa turdagi oq narsalardan kechish kerak. Ya'ni osnovasi oq bo'lgan narsalardan kechish shart. Masalan, har qanaqa turdagi non, har qanaqa turdagi shirinlik, ularning osnovasi oq un hisoblanadi va shunday ekan, demak, xamir deb hisoblanadigan, umuman un ishlatiladigan hamma narsadan kechasiz birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda xoh qaynatilgan, xoh qovurilgan farqi yo'q, kartoshkadan kechish shart. Uchinchi o'rinda har qanaqa turdagi shakar, saqlaydigan narsalardan. Shakarni faqatgina o'zi emas, har qanaqa turdagi shakar saqlaydigan. Agar siz nimalarda shakar saqlaydi, nimalarda saqlamaydi bilmaydigan bo'lsangiz, nabiralaringizdan, o'g'il qizlaringizdan so'rab, aynan shakar saqlaydigan va shakar saqlamaydigan mahsulotlarni ajratib olishingiz mumkin. Iloji boricha, ana sizga yana ham osonlashtirib beraman. Har qanaqa ta'm jihatdan shirinlikni his qildingizmi? Demak, uni tarkibida albatta shakar bo'ladi va albatta har qanaqa turdagi meva, chunki mevalarning tarkibi bu fruktoza. Fruktoza ham chiroyli qilib tushuntiradigan bo'lsak, aslida shakar. Demak, har qanaqa meva sharbatlaridan butunlay kechasiz. Butunlay bularni tark etasiz. Sizning ratsioningizda faqat oqsillar va sabzavotlar qolishi shart. Ya'ni biz uchun uglevodlar muhim. Qaysidir jihatdan oladigan bo'lsak, bizga energiya beradi va biz ishlatadigan, aynan siz ishlatadigan qaysidir ozgina uglevod kerak bo'ladigan, ozgina energiya talab qiladigan o'zi qancha harakat qilasiz bilmayman. U uchun sabzavotlarning o'zi yetarli. Sabzavotlar birinchidan tarkib jihatdan murakkab uglevodlar hisoblanadi. Ya'ni u ham sizga energiya beradi, faqat sekinroq va sifatliroq energiyani beradi. Demak, siz energiyani faqatgina sabzavotdan olishni boshlaysiz va qo'shimchasiga yonida oqsildan olishni boshlaysiz. Oqsil nima deydigan bo'lsangiz, bu barcha turdagi go'sht mahsulotlari.
Hamma turdagi go'sht mahsulotlari. U baliq bo'lishi mumkin, u tovuq bo'lishi mumkin, u mol go'shti, qo'y go'shti, echki go'shti farqi yo'q. Hammasi oqsil. Maqsad qondagi qandni keskin ko'tarilishidan tiyilish, keskin ko'tarilishini to'xtatish. Ikkinchi haftada nima qilamiz deydigan bo'lsangiz, ikkinchi hafta eng asosiy haftalardan biri bo'ladi va ikkinchi haftada men sizga ozgina aptekada sotiladigan yo bo'lmasam umuman amerikanskiy vitaminlar degan so'z hozirgi kunda trendga chiqib ketdi-ku, aynan o'sha amerikanskiy vitaminlarning orasida sotiladigan siz uchun juda ham muhim bo'lgan biologik aktiv qo'shimchalar qo'shib beraman. Bular shunchaki insulinni sezuvchanligini yaxshilaydi, bular shunchaki sizni hujayralaringizni tiklashga yordam beradi. Birinchisi bu pikalinat xrom. U xoh mana bu yerda yozilgan bo'ladi. U xoh 200 mikrogram bo'lsin, xoh 500 lik. Ya'ni aptekadan so'rasangiz yoki o'sha amerikanskiy vitaminlardan so'rasangiz 200 lik dozasi, 500 lik dozasi bor. Farqi yo'q. Qaysi dozasi topganingizda ham har kuni ertalab bir mahal ovqatdan keyin iste'mol qilish shart. Va ikkinchisi bu magniy. Magniyni malat, magniyni taurat, magniyni glitsinat va magniyni sitrat formalari bor. Men tavsiya bergan bo'lardim magniyni sitrat formasidan foydalanishni. Har kun 400 mg. Siz bemalol kunduz kun ichib ko'rishingiz mumkin. Agar kunduz kun sizda qaraq, lanch bo'shashtiradigan bo'lsa, uni uyqudan oldin bemalol foydalanishingiz mumkin. Yana bitta qo'shimcha qo'shaman, yoniga vitamin D. Vitamin D ni hech bo'lmaganda 5000 doza. Agar siz hech qachon vitamin D qabul qilmagan bo'lsangiz, hozir mana shu yerda yozib qoldiraman. Demak, 10 000 международный единица deydi. Har kun ertalab ovqat bilan birga 10 000 doza qabul qilishingiz shart. 3-haftaga o'tadigan bo'lsak, 3 va 4-haftada qiladigan ishlaringiz asosan bir xil. Ya'ni 3 va 4-haftada bugungi kecha kunduzda butun dunyoda trendga aylangan interval ochlikdan foydalanamiz. Ya'ni 16 ga 8 interval ovqatlanish shunaqa dasturi bor. Bu dastur haqida kim eshitmagan bo'lsa, men sizga hozir qo'limdan kelguncha salgina soddaroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Demak, bu nima degani? 16 ga 8 interval ovqatlanish. Bu 16 soat davomida ochlik, to'liq ochlik va 8 soat davomida ovqatlanish imkoniyati beriladi. Ya'ni bu degani 8 soat ovqatlanib yurmaysiz. O'sha 8 soat orasida 1 marta, 2 marta, maksimum 3 marta ovqatlanishingiz mumkin. Misol uchun, ertalab soat 10:00 dan kechki 18:00 gacha 8 soat bo'ladi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ya'ni 8 soat bo'ladi. 10 dan 18:00 gacha. Siz mana shu oralikda 2 marta yoki maksimal juda ochlikka chida olmaydigan yoki juda qanaqadir o'zingizni emotsiyalaringizni boshqara olmaydigan holatda bo'lsangiz, 3 marta men tavsiya beraman 2 marta ovqatlanishni. Agar juda bo'lmay qolsa, orada nimadir yeb, ya'ni 3 marta ovqatlanishingiz mumkin. 8 soat davomida nimadir kavshab yurish kerak emas bu yerda. Tushuntira oldim deb o'ylayman. Ana endi eng asosiy kulminatsiyaga keldik desam ham bo'ladi. Bu kimlarga mumkin emas, juda ham muhim. Iltimos, hozir aytadiganlarimni o'zingiz uchun alohida qilib yozib oling, keyin savollaringizga o'zingiz javob berasiz. Men shu toifaga kirmaymanmi degan savolga bemalol o'zingiz javob berishingiz mumkin. Juda ko'pchilik tushunmasdan darrov yo savollar berib tashlaydi yoki sirazi videoni o'chirib bo'ldi, boshladik deb boshlab ketadi. Diqqatli bo'ling do'stlar, iltimos sizdan. Har bir so'zimga diqqatli bo'lishingizni xohlardim. Demak, bu reja kimga mumkin emas, kimga to'g'ri kelmaydi. Bu birinchi turli diabet. Tamom, absolyutni birinchi tur diabet uchun emas. Sizda buyraklaringizda qanaqadir muammo bormi? Allaqachon diabetning asoratlari bormi? Demak, sizga mumkin emas. Yoki siz homiladormisiz? Meni kuzatayotganlar orasida homiladorlar bormi? Absolyutni sizga mumkin emas. Yoki yaqinda infarkt o'tkazgansiz yoki insult o'tkazganmisiz? Sizga ochlik mumkin emas. Sizga emas bu usul. Demak, sizga to'g'ri kelmaydi. Yoki siz haddan oshiq ozib ketgan bo'lsangiz, yana ham osonroq qilib beraman. Siz santimetr lenta borki, o'sha santimetr lenta bilan shunday qorin atrofini o'lchaysiz. 80 santimetrdan kichkina bo'lsa, qorin atrofi o'lchaganingiz. Kindikdan 2 cm teparoqdan o'lchashingiz mumkin. 2 cm teparoqdan o'lchaysiz va 80 cm dan kichik bo'lsa, bu usul sizga to'g'ri kelmaydi. 100 cm dan oshiqroq bo'ladigan bo'lsa, bu usul aynan siz uchun. Demak, sinab ko'rishingiz mumkin, bemalol sizga aniq yordam beradi. O'z boshimchalik bilan o'zingizni qaysidir muammolarga tiqib qo'ymang, bu juda ham xavfli va bu umumiy reja. Lekin diabet bu har bir odam uchun bu individual kasallik hisoblanadi. Sizni tahlillaringiz boshqa, qo'shningizniki boshqa. Agar qandingiz o'ta yuqori bo'lsa, hech qachon tavakkal qilmang. Hech qachon yuqori qand bilan yoki bir necha yillik diabet bilan tavakkal qilish shart emas.
Agar sizda shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, sizda bir necha yillik diabet, lekin sizda qorningiz katta, semizligingiz bor, qand bir ko'tariladi, bir tushadi. Xullas, aniq xulosalar sizda bo'lmaydigan bo'lsa, siz bemalol bizga Garmonic Plus klinikamizga keling. Biz sizni to'liq tekshiruvdan o'tkazamiz va sizga aynan kerak bo'lgan shaxsiy 30 kunlik sizga to'g'ri keladigan protokolni shaxsan o'zim tuzib beraman. Sog'lig'ingizni o'z qo'lingiz bilan o'zingiz asrang do'stlar. Men sizga faqat va faqat yaxshiliklar tilayman. Faqat va faqat eng yaxshisiga loyiq ekanligingizni ko'rsatishni xohlayman. Demak, shunday ekan, men birorta odamni qiynalishini xohlamayman. Qachondir mehnat qilib, endi rohatini ko'raman deb turgan paytda oyoq qo'llaringizdan ayrilishingizni va qiynalib, xastaga tayanib qolishingizni yoki nimadir muammolar ichiga kirib yoki uyga tushkunlikka tushib, 4 devor orasiga kirib qolishingizni xohlamayman. Hammangizga faqat va faqat yaxshiliklar tilayman. Faqat va faqat sog'lig'ingizni asrashingiz tarafdoriman. Agar sizda qandaydir muammo o'zingiz yechimini topa olmayotgan bo'lsangiz va sizda qaysidir jihatdan muammolar ko'payib qolgan bo'lsa, siz bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Hech kimni ko'kragidan itarmaymiz. Siz xastadasiz, sizni kreatiningiz baland, sizni machinangiz baland, siz yugura olmaysiz deb ko'kragingizdan itarmaymiz. Qo'limizdan kelgunicha, kuchimiz yetgunicha sizga individual yondashib, muammolaringizni maksimal darajada hallashingizda yordam beraman. Yana keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling, o'zingizni asrang. Nimadir tushunmovchilik bo'lsa, albatta kommentlarga yozib qoldiring do'stlar.